Assalomu alaykum. Rehlina qilingandan keyin bu makka o'zgardi aka. 4-iyul. Oma juda baquvvat chiqibdi Islom Makki. Tay, mana. Xudo xolasa. Makkalarimiz. Mana bo'ylar. 7 gektar xudo xolasa akalar. Mana shu makkamiz turishi hozirgi holatida. Mana sotiladi. Manzil Farg'ona yozyapti. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana odam bo'yiga kelgan. Bemalol mana. Zarur bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Akalar. Mana. Makka nihoyatda baquvvat. Mana holati taylari. Nima degan urug'dan kelgan? Qaysi? Turkiyami, Xitoymi? Turkiya urug'idan kelgan akalar. Ekrandagi